Bugungi g'alabamiz qatorasiga 3-bor bo'lyapti. Bu juda ham yoqimli. Bugungi o'yinga tayyorgarligimiz jiddiy edi. Muxlislarimizga bugungi kubokni taqdim etish juda ham xohlagan edik. Bunga erishdik. Bundan juda ham xursandmiz. Barcha muxlislarimizni bugungi g'alaba bilan, super kubok bilan tabriklaymiz. O'yin albatta bugun Andijon jamoasi o'yinni juda ham yaxshi boshladi. Hujumkor boshladi. Biz buni kutmagan edik, to'g'risi. Lekin taymning o'rtalariga kelib biz tashabbusni o'z tarafimizga og'dira oldik va o'yinni to'pni nazorat qilishga erishdik. Avvalo Nasafda muxlislarini tabriklayman. Super o'yinda, super yomg'irda, super kubok bilan. Bugungi o'yinga kelsak, murabbiylarimizni nima deydi? Rejalarni bizga ta'kidlagandek harakat qildik, tartibliroq o'ynadik va o'z maqsadimizga erishdik. Bu g'alabalar bilan qashqadaryoliklarni tabriklayman. Olg'a Nasaf. Bugungi yomg'irli ob-havo sizga albatta ozgina xalaqit beradi. Yomg'ir ayniqsa darvozabonlarga ozgina qiyin bo'ladi. Baribir nima deydi? Glavnis g'alaba qozondik. Ertaga milliy jamoa yig'ini boshlanadi. Toshkentga qolasiz? Albatta, o'sha qo'shilamiz Xudo xolasa. A'lo darajada taassurotlar, Xudoga shukr, g'alaba qozondik. Yuzimiz yorug' bo'ldi. Bu g'alaba bilan butun bizga muxlislik qilgan barchani tabriklayman. O'yin qanaqa o'tdi? Yomg'irda qiynalmadinglarmi? Yomg'irda ozroq qiyin bo'ldi. Biz o'zimiz kutgandek o'yinni o'ynay olmadik. Xavfsizlar ozroq yurish sekinlashdi, to'p. Muhimi g'alaba qozona oldik. Birinchi o'rinda shu bizning rejamiz g'alaba qozonish edi. Qanaqa bo'lishi qat'iy nazar, shu rejamiz amalga oshdi.